tartibli chiziqli differensial tenglamalar bilan tanishib chiqamiz. Ushbu A0 x y darajasi n plus A1 x y n minus 1 plus va hokazo plus an x y teng fx. Mana shu 8-1 tenglama. Mana shunday ko'rinishdagi tenglamaga n tartibli chiziqli differensial tenglama deyiladi. Agar fx barobar 0 bo'lsa, bu holda bir jinsli tenglama deyiladi. Agar fx 0 dan farqli bo'lsa, bir jinsli bo'lmagan differensial tenglama deyiladi. 8-1 tenglamada x o'zgaradi, ab kesmada. Ushbu a0 x 0 dan farqli bo'lsa, u holda bir jinsli tenglamani quyidagicha ko'rinishda yozib olish mumkin. Ya'ni a0 x ga bo'lib yozsak, u holda y darajasi n plus a1 x y n minus 1 plus va hokazo plus an x y teng 0. 8-2 tenglama hosil bo'ladi. Qarang. Endi quyidagi operatorni kiritamiz. Agarda L operator, ya'ni L y operator deyishadi, teng y darajasi n plus a1 ya'ni plus b1 x y n minus 1 plus va hokazo plus bn x y deb belgilasak, holda 8-2 tenglama quyidagi ko'rinishni oladi. Ya'ni L operator L y teng 0 ko'rinishda bo'ladi. L n tartibli chiziqli operator deb ataladi. Ushbu xossaga ega. Demak, birinchi operator chiziqli bo'lishi uchun mana ikkita shart bajarilishi kerak. L qavs ichida s y teng sini L operatorining oldiga chiqaramiz. L y ya'ni s konstanta, ya'ni o'zgarmas son degani. Ikkinchi L demak operator y1 plus y2 teng L y operatorni ta'sir qildirsak, operatorni shunday quyidagicha ochib chiqishimiz mumkin. Plus L y2. Bu xossani isboti mos holda, ya'ni s y shtrix teng s y shtrix plus y plus v funksiya, ya'ni hosilasi alohida u ning hosilasi va v ning hosilasi formulasi yordamida isbotlanadi. Bu hosilalarni umumlashtirib L operatorining yig'indisini ham yozishimiz mumkin ekan. I birdan n'gacha s y operatorni, ya'ni summani tashqariga chiqaramiz. Ya'ni summa deganimiz yig'indi degani. S y L y s konstanta formulasini yozishimiz mumkin. Bu 8-3 formula bo'ladi. Xo'p, chiziqli bir jinsli tenglamani yechimlari haqida teoremalarni keltiramiz. Teorema: agar y fx x o'zgaradi i sohada, funksiya L y 0 ga teng, ya'ni tenglamaning yechimi bo'lsa, u holda s ko'paytirilgan y ham shu s konstanta ham bu tenglamaning yechimi bo'ladi. Ya'ni s ni ko'paytirganimizda, demak y fx yechim bo'lsa, u holda s ko'paytirilgan fx ham yechim bo'ladi. Bu isboti oddiygina isbotlanadi. L operatorini demak fx aynan 0 ga egamiz. Shuning uchunki mana L operatorda mana sini biz yana L operatordan tashqariga chiqarishimiz mumkin. Mana bu 0 ga teng bo'lsa, sini mana shu 0 ga ko'paytirsangiz ham 0 bo'ladi. Demak, s ko'paytirilgan fx ham shu 0 ga tengligi isbotlanadi. Endi bu yerda teoremalarimiz juda yana bir teorema 3 ham bor. Teorem bu yerda ko'proq biz funksiya chiziqli, bog'liqli, erkli degan nimasini ham tanishib o'tishimiz kerak. Tarix: agar AB intervalda alfa 1 y 1 plus alfa 2 y plus va hokazo alfa n y teng 0 ayniyat ai o'zgarmas sonlarning kamida bittasi 0 dan farqli bo'lganda bajarilsa, u holda y1 y2 va hokazo y funksiya chiziqli bog'liqli deyiladi. Aks holda esa chiziqli erkli deyiladi. Ya'ni agar ayniyat faqat ailar 0 ga teng bo'lgandagina bajarilsa, u holda y1 y2 va hokazo y funksiyalarimiz chiziqli erkli deyiladi. Endi bitta misol qarang, misol keltiramiz. Y birimiz
y darajasi x bo'lsin, y2'miz y darajasi minus x tenglik faqat a1 teng 0, a2 teng 0 bo'lgandagina bajarilishini ko'rishimiz mumkin. Shuning uchun bu funksiya chiziqli erkli deyiladi. Mana bitta misol keltirildi. Ikkinchi misolimiz, demak 1 x kvadrat va hokazo xn funksiyalarimiz ixtiyoriy mana bu x oralig'ida chiziqli erkli, ya'ni mana shu alfa 0 plus alfa 1 x plus alfa 2 x kvadrat plus va hokazo alfa n x n aynan 0 ga teng bo'lganda faqat shu alfa 1 alfa 2 alfa n'lar ham 0 ga teng bo'lgandagina bajariladi. Demak, tepadagi chiziqli erkli bu chiziqli bog'langan deyiladi. Ikkinchi misolimiz mana chiziqli bog'langanligiga misol keltirdik. Mana shu demak chiziq o'zgarmas koeffitsiyentli, ya'ni n'chi tartibli chiziqli differensial tenglamani o'rganib chiqdik mana. Bu bilan mana shu nimamiz